Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiye ve vaziyetimiz doğrusu toxtalımız. Leksiyede Sıdağa Coruzu Washington'dan sözleyimiz. Bugünkü sağış 2025 yıl 4. aydan 16. gün haftıga çarşamba vatandaş. Bugün biz mişindak bir cümleni evvel agahlandırış şekilde gidiyoruz. Vaziyetimiz ciddi. Yaki ciddi vaziyet de ataylı. Bunun sebebi vatandaşım. Tünügün 15. günü Amerika Koşmuş Ştatları Aksaray bayanat ilan kılıp digecek. Çünkü Kompartiyasının düşmanlık keyfiyatına zerbe biriş şeklinde. Yaki Amerika Koşmuş Ştatları Prezidenti Donald Trump 4. ayının 2. gününden başlap Cüngö'ye tammojni beji koyup hazırgıçı boğan arlıqta Amerika Koşmuş Ştatları Maliye Ministeri hem agahlandırı. 3 Almanla bu bir tertip. Növbetki halkara tertip. Növbetki Amerika Koşmuş Ştatlarının tammojni beji meselesideki bir tertip. 3 Almanlar dese onunla Xitay unamay. Kaynedin izbesip digidek. Ahir Xitay'la Amerika koygan tammojni beji 125% toxtadı. Onun dikken Amerika Koşmuş Ştatlarının Cüngö koygan tammojni beji 145% toxtagan idi. Endi bugün tünügülletin hazır Amerika Koşmuş Ştatları Aksaray Cüngö'ye növbette 245%'lik tammojni beji koydu vatandaşım. Mavzunu bir anlı biten evvel tuyuksuz yetip gelgen haber. Aksaray bayanat ilan kıldı. Cüngö'ye 245%'lik tammojni beji koydu. Mavzulu haber 4. ayının 15. günü VNB torbeti ilan kılındı haber. Bundak başlandı. 4. ayının 15. günü Amerika Koşmuş Ştatları Aksaray'ın torbeti de bayanat ilan kılıp bundak gösterdi. Cüngö'ye koyduğun tammojni bejini yana koşup 245%'lik tammojni beji koyuldu. Bayanat bundak görüştüldü. Amerika Koşmuş Ştatları Prezidenti Donald Trump vazifeye oturgan tünce günü. Yani Amerika el-yul ala Saudi siyasetini yolu koyup Amerika iktisadını yeni bir yükseklikке götürmekçi bolgan. Azatlık günü, yani Prezident Donald Trump öz ağzı bilen aytkan gün, 4. ayının 2. günü bu Amerikalıkların azatlık günü. Azatlık günü de Prezident Donald Trump barlıq devletlerge əslideki tammojni beji koşup, yani 10%'nin tammojni beji koydu. Hem de kızıl rakam payda kılgan devletlerge texem yuqur normazı tammojni beji koyup, ehli adalet içinde rekabet muhiti yaratıp, Amerika'nın devlet bir xatarligini himaye kılmakçı oldu. Növbette 75'ten artık çok küçük devletler teşebbüskarlık bilen alaka ornatıp Amerika Koşmuş Ştatları bilen yeni savdo kelişimini muhakeme kılıştı. Şunlaşka bu muhakeme jaryanında ayrım yana koşup elinediğin tammojna vaqtlik toxtutuldu. Cüngö bunun sırtıda. Cüngö tammojni bejiga harata 3 ele şarkıt kullandı.
Aksaray'ın bayanatı da mındak görüstüldü. Cungo öç eli şerkisini kollanğanlıktan Cungo'dan Amerikaga eksport kılınılan tuarmallaga yokor normu da 245% mojnebece koyuldu. Dikkat kılınılan bir taraf şu ki, Cungo Devlet Mahkemesi Tamojnebeci Komiteti növbeti mındak görsetti. Gerçi Amerika Cungo'yu davamlaştırıp, köpeytip baş koyuversen, biz yani Cungo demekçi, pisent kılmayımız ve yaki Cungo pisent kılmaydı dedim. Prezident Donald Trump, yani bir haber bunun koşumçamda inkas şekilde haberle, Prezident Donald Trump katı kol muamele kıldı. Cungo'ya koyulduğun tamojnebecini 245% kötürdü. Hem de bütün dünyada Cungo'nu yetim kaldırışını planladı. Cansınca. Söhbeti 4. ayının 6. günü YouTube. Yani bir haber, Tayvan boğazıga buran çapkon yetip geldi. Prezident Donald Trump Beijing bilen kattık elişişke başladı. Amerika komünistleri Amerika'da kol gelişke başladı. Ümit Sadası 4. ayının 16. günü YouTube. Tayvan'a tam nuru yetip geliş aldı da. Cungo Kompartiyası'nın beşiğe apetle külle yetip geldi. Diplomatik münasebetli üzüş meselesi ortaya çıktı. Xi Jinping'in yüzü töküldü. Prezident Donald Trump'dan Cungo bilen söhbetleşilen hepsilisi kalmadı. Cungo bilen söhbetleşilen hiç kandak kızık şey kalmadı. Prezident Donald Trump'dan. Şavle maliyesi 4. ayının 16. günü signal ortaya çıktı. Tayvan boğazı her bir tanpunlukta emeli özgürlük yüzbedi. Mavzulu haber 4. ayının 15. günü erkillik vakit gazeti ilan kılındı. Haber mındak başlandı. Tayvan Devlet Armiyası nöbette 14 günlük Hangguang her bir manevri ötküzüp oturdu. Tarqalğan haberlerge asaslanganda Amerika Qoşmuş Ştatları bu harbiy manevr jaryanı da Kore'de turuşluq askeri kısımlarının kumandanı. Azər prensiga çıkan 4 yıldızlıq general mayor Robert Abrams'ni növbəti Tayvan'dan baştab başlığı Mei Jiaxu, yani general Mei Jiaxu'ya məsləhətçilik qəvətdi. Öbürmə, enandiyinki anlayılı. Eğer bu haber bir neçe hafta burun Yaponiya qoğdunuş kısımları ştab başlığı H.E. Mao, İngilizce isim yokken vatandaş geçiren H.E. Mao, Tayvan parlament başlığı Zhurongtay'nın taklibiga binaen Tayvan Memuri Palatağı məsləhətçi bolğanlığına qoşqanlar yuqorqi General Abrams'ның növbəti dəl Hangguang manevri ötküzüb atqan Tayvan armiyasının başlığı yaki ştab başlığı kimiti? Ştab başlığı Mei Jiaxu, General Mei Jiaxu Tayvan'ın bu ştab başlığı məsləhətçi bob əvətilgən hazır Yaponiya'nın ştab başlığı, hərbi işlər ştab başlığı, bu acayip bir gepek. Hərbi işlər ştab başlığı H.E. Mao, Tayvan parlament başlığı Zhurongtay'nın taklibiga binaen Tayvan Memuri Palatağı məsləhətçi oldu. Bu hərbi adam iken H.E. Mao qoğdunuş kısımdır Yaponiyanın növbət ki
Beşideki her bir adam, bu adam Tayvan parlamentiga maslahatchi bo'ldi. Her bir adam. Maslahatchi bo'lganligini qo'shganda yuqorgi general Abramisning Tayvanga kelishi va Tayvanda meja shu generalga maslahatchi bo'lishi endi Yaponiyalik harbiy odam Aychimoning Tayvanga kelishi va Tayvan parlamentiga maslahatchi bo'lganligi ikki tarafni qo'shganda Tayvan taraf umumyuzlik hamkorlashish, ma'muriy va harbiy ishlarda Amerika bilan Yaponiya bilan hamkorlashishni yo'lga qo'yganligini ko'rib olg'ili bo'ldi. Materialimizni o'qib tugatdik, hozir ko'rdik vatandoshim. Masalan, Jungo Kompartiyasi 125%lik tamoyilni beji qo'yib, Amerika Qo'shma Shtatlaridan o'ch oladigan kayfiyatni ko'rsatgandan boshqa, hozir yana esa Amerika Qo'shma Shtatlari bilan kelishim imzolab, shartnoma imzolab degidek. Yoki savdo kelishimi imzolabdimi? Shartnoma boshqa shaklda savdo kelishimi imzolab, Amerika Qo'shma Shtatlardan setib oladigan Boeing aeroplanlari to'g'risidagi kelishimni amaldan qoldirib, Boeing aeroplanini setishni rad qildi. Setib elishni rad qildi. Jungo o'zi bekor qildi bu shartnomani, o'zi tuzgan shartnoma kelishimni, o'zi tuzgan kelishimni o'zi bekor qildi. Savdo kelishimini bekor qildi. Gap hozir tamoyilni beji ustida ketyapti. Sen qo'yding tamoyilni beji, Amerika Qo'shma Shtatlari qo'ydi tamoyilni beji, bu tamoyilni beji bosh atrofidagi ish. Amerika Qo'shma Shtatlari Boeing shirkati bilan aeroplan setib olaman deb kelishim tuzganlik o ikkinchi bir ish. Savdo sohasidagi ish. Jungo Kompartiyasi hozir tamoyilni bejiga qarshi Amerika Qo'shma Shtatlarining yana tamoyilni beji qo'yib o'ch elish, undan boshqa savdo kelishimni bekor qilib, Boeingni Jungoga setib elishni rad qilish, bu o'rtada demak Jungo Kompartiyasi va o millat yoki bu partiya xarakterining yoki bu partiya axloq degan narsani yo'qligini men deganim bitanda gap tamoyilni beji ustida ketyapti. Savdo kelishimi ustida emas. Amerika to'g'rilashni demay turib, o'rtaga chiqib savdo kelishimini bekor qilganligi Jungoning bu yana bir navbatlik Amerikadan o'ch elish harakati bo'lib qoldi vatandosh. Endi ishlar shu darajaga yetib kelganda siz ko'rdingiz yo'q o'rda general Abrams Tayvanga berib shtab boshlig'i maslahatchi bo'ldi. Yaponiyalik harbiy odam Aychimo Tayvanga berib harbiy odam parlamentga maslahatchi bo'ldi. Demak, Amerika, Yaponiya ittifoqlash davlatlar. Tayvan bu ikki davlat Amerika Qo'shma Shtatlari bilan ham Yaponiya bilan mushu darajada hamkorlashganlik navbatda Tayvan bo'g'izida harbiy tampонlik kuchlar selishtirmasi va shundaqla Tayvan bo'g'izidagi jiddiy vaziyatning o'rilishi, endi buning har tarafdan ehtiyot qilishdan aytganda, hammani qo'shib aytganda yuqorgi xabarga qo'yilgan mavzu signalim dedi, signal o'ttirg'i chiqdi. Signal o'ttirg'i chiqdi. Tayvan bo'g'izi harbiy tampонlikda o'zgarish yuz berdi. Bu masalaga Jungo Kompartiyasi qanday qaraydi? Tashqi ishlar ministrligi chanlik kan yeddigidek bo'lmadi. Endi yuqorgi so'zimizga qaytib kelaylik. Amerika Qo'shma Shtatlari Oq saroyi to'g'ri betida bayonot e'lon qilib, bu navbatda 15-kuni tunigun Jungoga yana 245%lik tamoyilni beji qo'yganligini e'lon qildi. Biz ham shuni ko'rib olamizki, vatandoshim, Amerika Jungo munosabati tamoyilni beji qatlami savdo kelishimi va savdo bordi keldi qilish qatlami
den alqıp hazır münasibet ciddilik devrige kirip geldi vatandaşım. Müşnak bolğanda Şavlın maliyesi de bir eğiz gep oturuğa çıktı. Hazır diplomatik münasibetini üzümüzmü ve yake devamlaştırımızmı bu yazma şekilde bizden aldığımız kemmidi bu haberle. Hazır Şavlın maliyesinin gepini rast dep turaylı. Endi ondaqda Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Jungo o'rtasidagi diplomatik munosabat uziladigan bo'lsa, biz sizlarga tunugularda yoki ayni chog'da so'zlab kelganimizdek vatandosh 2 ayning 13 kuni Amerika Qo'shma Shtatlari Junhua Mingo degan ismli 3 yerda daftardan Junhua Xalq Cumhuriyeti degan ismli 3 yerda daftardan Devlet Mahkemesi 2 ayının 13 günü Amerika Qo'shma Shtatlari elib qolgan isim faqat Jungo. Jungo onundan Tayvan. Haqiqatan Jungo. Bu yerda Junhua Mingo yoki Kuomintang partiyasi uchun aytganda Junhua Mingo mavjud emas. Jungo Kompartiyasi uchun aytganda Junhua Xalq Cumhuriyeti mavjud emas. Ko'ta bu kashimni. Fakat Jungo degan davlat bor. Biz tunugan nima dedik? Jungo Changjiang daryosi bilan Huanghe daryosi o'rtasidagi davlat deganlikdir. Hozirgacha Jungo mayli tashviqotlar, mayli hukumat taraf, mayli palla akademiyasi taraf, mayli shaxsiy xususiy aloqalar hozirgacha eg'izdan tushirmay kelayotgan gap Jungo'nun zemini teritoriyasidan Rossiya bir Şinjan baravırıda zeminini tartib ketdi. Şuna hozirgi Qozog'iston chegarasi ichidagi Balqash ko'li bu bizdan chegara, bizdan davlat chegaramiz bo'lishi kerak. Xitoylarning da'vatgan so'zi vatandoshim. Xitoylar shuni deb kelyapti, Sharq Shimol. Masalan, Vladivostok Jungo'nun zemini edi, Jungoluklar qurib chiqqan edi. Şuna bu rayonlarning hammasi Jungo'nun teritoriyasi kirishi kerak. Amaliyotda Manjuriya dalasi 5 milyon kvadrat kilometrlik zemin. Taki Ural Sibiriyagacha vatandosh. Mushu zeminlarni Jungo bizning, Jungo'ning Han davri, Tang davri, Chang davri, Mang davri deganda Jungo'ning idi deyilyapti vatandosh. Mushlarni qo'shib kelib endi biz Jungo'nun bu iddiasiga, bu kengaymichilik iddiasiga zarb berdik. Nima kengaymichilik iddiasini rad qilsak, hozir so'z ibora va ideologiyalik hepimizde. Endi yenib kelib, hozir qarayli. Jungo'lar Amerika o'rtasida rostli diplomatik munosabat uzilamdi. Boshda aytgandek Junhua Mingo'mi yo'q, Junhua Xalq Cumhuriyetimi yo'q, faqat Jungo eninga yondashib Tayvan degan davlat o'rtaga chiqamdi. Hozir vaziyat intayin ciddi bir payt kirib keldi vatandoshlar. Şuna bugun bu xabarimizni sizlarga yetkazgandimi ciddi deb yetkazdik vatandoshlar. Ciddi bir davrga kirib keldi. 245% mo'jni bo'ldi. Chunki Amerika o'rtasida savdo munosabatlari to'xtadi degan gap vatandosh. Tovar mal almashtirish munosabatlari to'xtadi degan gap vatandosh. Agar bunda barda keldi bu ishlar bo'lmasa, sen diplomatik munosabatni yana saqlab turishdan zaruriyati qanchalik bo'ladi degan gapni savol deb qo'ysak, vaqtida hozirgi vaziyatning jiddiyligi mana bu yerda vatandosh. Mana bu yerda shunga bugun biz sizlarga xabarimizni vaziyatimizning ahvoli asosida jiddiy xabar deb o'tirib qo'ydik. Bu yerda Tayvan bo'g'ozi masalasi, Tayvan bo'g'ozidagi harbiy holatning yoki harbiy ishlar munosabatlarining darajasi qarasangiz hozir General Abrams Koreyada turishdik, Tayvanga bordi. General Xitoy generalligi maslahatchi bo'ldi. Yaponiyalik harbiy odam Aychi Mao Tayvanga bordi, Tayvan parlamenti maslahatchi bo'ldi. Vaziyat haqiqatan jiddiylashdi, vatandoshlar. Jiddiylashdi. Ollaymiz Aqsaroyning Jungo'ga 245%likdan mo'jni beja qo'yishini qo'llaymiz. Bu haq harakatdir, ahli adolatlik harakatdir.
Tönegende de Amerika Qo'shma Shtatlari yer şarılışı şundaq siyaset bilen hazırgıçı Jungo payda nap elip geldi. Jungo bay bulup geldi. Lekin yer şarılışı Amerika'nın iqtisadiga ağır zarbe elip geldi. Yani Prezident Donald Trump muş zarbini özgertmekçi. Kudretlik Amerika'nı asli keltirmekçi qo'llaymiz. Prezident Donald Trump bu siyasetimizni qo'llaymiz. Hakikaten oğul balı deb ish qilish degan gap, oğul balı deb avatgan, Xudo avatgan prezidentning qo'lidan keladi degan gap. Mana shunday gap. Çünkü Kompartiyasining buning keyingi taqdiri nima bo'ladi vatandoshlar? Çünkü nimada bozorning muhimligi, ehtiyojning muhimligi, ta'minlashning muhimligi, bozor ehtiyoji bilan bo'lgan savdo aloqa munosabatlarida hozir butun dunyodagi savdo qatorida yoki savdo liniyasida Amerika Qo'shma Shtatlari bozorining qanday o'rinda turadiganligi bugun Jungo Kompartiyasi dal shu bozordan ayrilib kelayotganligi to'g'risi tushungan bugungi leksiyalarimizda selektirib bir yerga qo'yib tadqiq qiling vatandoshimiz.